Yo'q, bu kishi verildi. 5 mahallaning ichiga bitta stadion. Mana shu stadion muammosi. Shuncha xalq norozi mana. Tadbirkorga berish niyati yo'q. Tadbirkor o'ziga tegishli bo'lgan joydan qilsin. Stadiondan kelib tadbirkorligini qilmasin. Tadbirkorga aytsin, tadbirkor mayli endi bo'ldi, hamma joy tushunsin. Tadbirkorga mana yo'lni tayi berilgan, stadion berilmagan. Tadbirkorlik qilinsin deb, lekin yo'lni taylari sotilyapti. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich har bitta mahallaga bittadan stadion bo'lsin degan 136-sonli qaroringiz bor. 2024-yil tasdiqladingiz. Mana shu bo'yicha mana shu stadionimizga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Sizdan iltimos shu. Yo'q, bizga kerak emas. Davlatni xudosi O'zbekistonga qonun Ega bor. Bitta tadbirkor kissasini qappaytirib ketaversin, bu yoqqa 4 ta mahallani aholisi oyog'ini betiga oyoq qo'yib ketaversin. Hokimiyat ham hech qaram kelib xalq uchun ishlamayapti. Faqat bu tadbirkor deydi. Soliq chiqdi deydi. Mana bu qurib bitkazilmagan inshoot uchun soliq chiqyapti. Bu bitkazildi deb qog'oziga kiritilgan, lekin bu bitkazilgan yo'q. Soliq shu uchun. Lekin hech qaysi stadion uchun ham soliq chiqayotgan yo'q. Koson tuman stadioni uchun, Quyboq mahallasi, Arabxona mahallasi uchun ham soliq degan narsa yo'q. Stadion uchun.